Bismillahirrohmanirrohim. Aziz birodarlar, barchamizga ma'lumki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib ketganlar, Qadr kechasi Ramazonning oxirgi 10 kunligida bo'ladi. Bu muttafaqun alayhi masala. Oxirgi 10 kunligida bo'lishligi va o'shalarning ichida ham xossatan, ya'ni o'sha jub kunlarda emas, balki tog' kunlarda bo'lishligi bu hadisda mavrud, hadisda zikr qilingan. Bu masalada hech bir ixtilof yo'q. Albatta, qaysi kecha bo'lishligi bu Allohga ma'lum. Mashhur bir voqea bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qadr kechasini aytmoqchi bo'lib chiqib, sahobalarga endi aytay desa, ikkita musulmon ozgina talashayotgan bo'ladi. Shuni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qarab, shu odamlarning sababidan Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizni zehnidan ko'tarib yuboradi. Bu ham Alloh taoloning katta hikmati. Xo'p, qaysi kuni Qadr kechasi? Bu Allohga ma'lum, haqiqatan Allohga ma'lum. Lekin ulamolarimiz ba'zi bir dalillar bilan va ba'zi bir o'zlarining qiyoslari bilan va o'zlarining tajribalari bilan o'sha 27-kecha bo'lsa kerak degan o'zlarining fikrlarini aytib ketadi. Ko'pchilik olimlar, shulardan mashhuri, ma'rufi Hanafiy mazhabini bir katta olimlardan bo'lmish Imom Saraxsiy rahmatullohi alayhi ham o'sha 27-kecha bo'lsa kerak deb o'z fikrlarini bildirib ketgan. Nima bo'lgan taqdirda ham Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni Qadr kechasiga yetkazgan bo'lsin. Har birimiz aziz birodarlar o'sha tog' kunlarida imkon qadar kechasi bomdod namozigacha shu 6-7 soatni mobaynida bir vaqt bo'lar ekan, shu vaqtda ibodat bilan mashg'ul bo'lishga harakat qilaylik. Ramazonni ham tugashiga bir sanoqli 5-6 kun degan bir kunlar qoldi. Juda oz muhlat qoldi. Azizlar, ibodat bilan o'tkazib qolaylik. Ramazondan keyin dam olishga imkoniyat bo'ladi azizlar. Alloh taolo barchalarimizni Laylatul Qadr kechasi ibodat bilan mashg'ul bo'lib va o'zini rozi qiladigan insonlardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.